Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarimiz, mana bugun drabilkalarimizni o'zimiz kichkina mini sexchadan video qilamiz. Kichkinagina. O'sha har doimgi gapim, o'sha skiratka sepilmagan holati, xom holati. Drabilkalarda yonboshlagan holatda ham ketaveradi bular. Mana bu holatda ham ishlayveradi. Misli alyuminli drabilkalarimiz bor. Svashlarimiz yig'ishyapti. Muhammad Amin, qo'qichyapsiz? Drabilkalarimiz yig'ilish jarayoni sexlarda. Bular ham xom holatlari mana. Universalniy drabilkalar. Qo'yil, quruq, makkay, bug'doy. Ketaveradi hammasi. Universalniy. Kimga shunaqa drabilkalardan zaharli bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab bor. Bitta hojakalarimiz mana ish qilishyapti. Hojaka bormi? Salom alaykum. Qozon bukyapsizmi deyman? Qozonlar bukilish drabilkalar tayyorlanayotgan jarayoni. Bitta qalinligini ham ko'rib beraylik hojaka. Necha bo'ladi? 6 bo'ladi. 6. Hampa quyilish jarayonlari hojaka bormi? Charchamayapsizmi? Bo'layaptimi? Yaxshi. Suvarka, ponni suvarka ishlatamiz. Germetika umuman ishlatmaymiz, ponni. Bizda suvarka bo'ladi, bir xilgi joylarda universal haligi drabilkalarga, masalan, hali nima deydi? Attan ilashtirib turib, mana masalan deylik, ham bunaqa joylarga shunday germetikani surkab olsa bilinmay ketyapti. E'tiborli bo'lasizlar. E'tiborliroq bo'lsalaring, e'tibor nima deydi? Ancha yaxshi bo'ladi. Xo'p, drabilkalarimizga qo'yilayotgan hozir kuydirilgan, o'tga to'ydirilgan pichoq, segmentli Jigulida mahavisi. O'sha har doimgidek mana bosilyapti. Mana drabilkalarga bosilyapti, misat-mutkalar. Bu yuklarimiz xudo xolasa bugun yana video qo'yamiz kechga Buxoro, Surxondaryo bilan Qashqadaryoga. Shu Boburjon akam xudo xolasa chiqib ketadilar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa chiroyli, yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Yangiliklar ustida ishlayapmiz. Yangiliklarni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Xudo xolasa zo'ridan chiqaramiz yangiliklarni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chorvalarga Alloh baraka bersin. Salomat bo'linglar.